Qadrli kuzatuvchilar, yeyish ichishlari qanaqa degan savollaringizga doimgidek videoni boshidan javob berib o'tamiz. Mana shu yeyish ichishlari tanajoni sog', beg'ubor narsa. Birinchi qoringa bo'g'oz 6 oylik, 5,5 oyga hisobini olsanglar ham bo'laveradi, xudo xolasa. Eti ham dahshat, hurmatli kuzatuvchilar, eti ham o'ta semiz, 4 son, polvon narsa. Oq yelin, oq quloq, oq tumshuq. Videoni shoshilmasdan oxirigacha ko'ringlar. Bugun xudo xolasa sizlar uchun manfaatli video bo'ladi. Foydali video bo'ladi. Bittadan like'larni bosib turinglar. Ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Assalomu alaykum. Chorva biznes kanalining qadrli obunachilari, ijtimoiy tarmoq, YouTube, Telegram orqali bizni ko'rib kuzatib turgan aka-uka opa-singillar. Hammaga xayrli tong. Bugun 2026-yil 14-yanvar. Hafta kuniga chorshanba. Barcha vatan himoyachilariga ularni bayrami muborak bo'lsin deymiz. 14-yanvar hamma biladi. Vatan himoyachilari kuni, vatanimiz sarhadlarini, daxlsizligini qo'riqlayotgan harbiy aka-ukalarimizga bayramlaringlar muborak bo'lsin deymiz. Bugun Andijon viloyati Oltinko'l tumanidan videolarimizni tayyorlayapmiz. Bizni Chorva biznes kanalida bo'g'oz shvedlardan kutayotgan aka-uka opa-singillarimiz uchun, hojota hojonalarimiz uchun Xudo xolasa bir dona go'zal bo'g'ozimiz bor. Bo'g'oz oq quloq, oq tumshuq, oq yelin, stakan tuyoq, shved paroda bo'g'oz. Birinchi qoringa Xudo xolasa yosh xunajin. To'liq ma'lumotlarni aytib o'tamiz. Kimgadir biz bergan ma'lumotlar ma'qul kelsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqib bemalol savdolarni qilaverasizlar. Vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy bo'ladi. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda hamma joyga dastavkalarimiz bor aka-ukalar. Xo'p, mana shu nomerlarimizda Telegram, WhatsApplarimiz ham ishlab turibdi musofirdagi aka-ukalarimiz uchun. Hurmatli kuzatuvchilar, ma'lumotlarni berib o'tamiz. Birinchi qoringa 6 oylik bo'g'oz 5,5 oyga olsanglar ham bo'ladi, bemalol xudo xolasa hisobi chiqadi. Xunajin, birinchi tug'ishi, sog'ligi, yeb ichishi, yuvvoshligiga garantiyalarni beramiz. Vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy bo'ladi. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda hamma joyga dastavkalari bor aka-ukalar. Xo'p, bo'ylari 1.20-1.25 oralig'ida. Hali yosh narsa, hali o'simi bor narsa, xudo xolasa. Tanajoni sog', beg'ubor narsa aka-ukalar, molimiz 4 son. O'ta polvon narsa, eti ham zo'r, xudo xolasa kiloga ham, sifatiga ham hamma yo'g'iga to'g'ri kelaveradigan. Aka-ukalar, yoshliklariga bir baho berib bersizlar, mana qadrdonlar. To'rtovsidagi 4 joyda. Dona-dona. Yelin qo'zg'ab qo'ygan, o'sha 6-oyda turibdi bo'g'ozligi. Idishlarni zo'r solyapti. Xudo xolasa mahallaga yetadigan sut beradi. Inshaalloh yaxshi niyat yaxshi qilib olsanglar, yaxshi boqsanglar, yeyish ichishiga yaxshi qarab tursanglar, xudo xolasa kelajagi bor narsa. Kindiklari mana aka-ukalar, kindiklarigacha xudo xolasa yelin solib beradi kelajakda. Zo'r aka-ukalar, o'ta kuchli mol. Bu belini baquvvatligini qaranglar. O'ta polvon narsa. Bo'ylarini aytdik. Bo'ylari 1.20-1.25 oralig'i. Oq quloq, oq tumshuq, oq yelin, stakan tuyoq. Endi mana bu orqani kengliklariga bir alohida baho berib bersizlar. Hurmatli kuzatuvchilar, 4 son. 4 son deb mana shunga aytiladi. Buqaga o'xshab semirgan bo'ladi-da, buni qaranglar. Xunajin bo'lgan bilan ancha-muncha novvosti orqasidan yaxshi buni orqasi. Xo'p, hurmatli kuzatuvchilar, sog'ligi, yeb ichishiga, bo'g'ozligiga, yuvvoshligiga garantiyasini beramiz. Havodan yuqishi mumkin bo'lgan kasalliklarga garantiya bera olmaymiz. Yashur dermatitlarga garantiya yo'q. Qolgan narsalarga garantiyasini beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, qadrdonlar 30 million so'm kami bor, kelishiladigan joyi bor. Vodiy bo'ylab dastavkalari besplatniy bo'ladi dogovorning ichida. Qolgan viloyatlarga ham kelishilgan holatda hamma joyga yetkazib olib borib beramiz aka-ukalar. Qiziqqan aka-ukalarimizga xudo xolasa podelitsiya qilib videoni ulashib qo'ysanglar ham bo'ladi. Sigir qilib olamiz degan aka-ukalarimiz uchun juda ham baquvvatidan, zo'ridan xudo xolasa. Qolgan odam rahmat aytadi, inshaalloh bitta tug'ib bersa o'zinglar uchun ishonchli sigir bo'ladi. Maza qilib boqasizlar, sut qatig'ini ichib, qaymog'ini yeysizlar aka-ukalar. Yelinlar anchagina solib qo'ygan, mana o'zinglar ham ko'rib turibsizlar. Yelinlar qo'zg'ab qo'ygan aka-ukalar. Telefon qilasizlar, xudo xolasa kelishiladigan joylarni kelishamiz, xonadoninglarga yetkazib olib borib beramiz qadrdonlar.